Zamyakulkis parvarishini yaxshi tushunmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida oziqalari haqida ham gaplashamiz. Bu zamyakulkisni men 3 yildan beri parvarish qilaman. 3 yil oldin ancha kichkina edi va shoxlari ham kam edi. Eski videolarda ko'rsanglar bo'ladi. Bu zamyakulkisi Zenzi sorti. Zenzi o'zi juda ham sekin o'sadi. Bugungi videoda zamyakulkis parvarishini 5 ta muhim qoidasini tushuntirib beraman va oxirida oziqalari ko'paytirish haqida ham ozgincha gaplashamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi qoida zamyakulkisi katta tuyaga ekmayli. Juda ko'pchilikning xatosi zamyakulkis xarid qilishadi va uyga olib kelib katta tuyaga ekib qo'yishadi. Keyin zamyakulkis yoki o'smaydi yoki juda ham tez chirib ketadi. Zamyakulkis kichikroq tuyalarni yaxshi ko'radi va ildizi tuyaning ichida ozgincha siqilib turganini yaxshi ko'radi. Va kichkina tuyada sug'orishda adashish qiyin. Misol uchun katta tuyada sizlar baribir ko'p suv quyib yuborasizlar va zamyakulkis chirib ketadi. Misol uchun mana shu zamyakulkis menda 3 yildan beri shu tuyada o'sadi. Tuprog'ini har yili almashtiraman, lekin tuyagini qoldiraman. Sizlar ham qaranglar, misol uchun zamyakulkis shu o'zini eski tuyaga sig'yaptimi? Tuyagini almashtirmaylar, faqat tuprog'ini almashtirib shu tuyaga ekib qo'yinglar. Ikkinchi qoida zamyakulkis uchun har doim sukulentligi mos tuproq ishlatinglar, chunki bu sukulent. Ko'pchilikning xatosi zamyakulkisi oddiy universal tuproqga yoki kokos torfiga yoki oddiy torfga ekib qo'yishadi va zamyakulkis chirib ketadi. Zamyakulkis tuprog'i juda ham tez qurish kerak. Misol uchun universal tuproq ishlatmoqchi bo'lsanglar, ozgincha qum, ozgincha mayda tosh qo'shinglar. Shunda tuproq juda ham tez quriydi. Universal tuproqga 20% qum va 20% mayda tosh albatta qo'shinglar. Uchinchi qoida zamyakulkisi yorug' joyga qo'yinglar. Joy yorug' bo'lsin, lekin ustiga quyosh tushmasin. Zamyakulkis quyoshni yoqtirmaydi. Kuchli quyosh barglarini kuydiradi. To'g'ri, zamyakulkis xonani qorong'iroq joylarda yoki yorug'lik kamroq joylarda ham yaxshi o'sadi, lekin barglari yorqin bo'lishini xohlasanglar, barglarning orasi bir-biriga yaqin bo'lishini xohlasanglar, to'lib o'sishini xohlasanglar, albatta yorug' joyga qo'yinglar. Faqat yorug' joyda zamyakulkis mana shunaqa chiroyli bo'lib, barglari yorqin bo'ladi. To'rtinchi qoida bu harorat. Zamyakulkis issiqroq, mo'tadil haroratni yaxshi ko'radi. Sovuq haroratni yoqtirmaydi. Sovuq degani bu +15, +16 dan past joyga qo'ymaydi. Zamyakulkis uchun o'zi eng zo'r harorat bu +20, +30. Iloji bo'lsa yozda salqinroq bir mo'tadil xonada ushlaylik yoki tashqarida ushlaylik. Qishda bo'lsa xona haroratida ushlaylik. Shu o'zingizlar yashaydigan xona harorati zamyakulkis uchun eng zo'ri. 5-qoida bu to'g'ri sug'orish va bu narsa zamyakulkis parvarishida eng muhimi. Juda ko'pchilik zamyakulkisni noto'g'ri sug'orib, ko'p sug'orib nobud qilishadi. Zamyakulkis tuprog'ini yaxshilab quritib, keyin obdon sug'orish kerak. Mana ahamiyat bersanglar, bizda tuprog'imiz qumli, toshli bo'lib turibdi va quruq. Zamyakulkis tuprog'ini oxirigacha quritasizlar, shu tuyini oxirigacha quritasizlar va keyin obdon sug'orasizlar. Har doim shunaqa sug'orish kerak. Endi taxminan yetadigan bo'lsak, bu qish kunlarida 20 kun, 30 kunda bir marta sug'orasizlar, faqat obdon sug'orasizlar. Sug'organda ham yozda bo'lsa 5 kunda, 7 kunda, 10 kunda bir marta sug'orsanglar yetadi. Endi hammada vaziyat har xil, sharoit har xil, uyda issiqlik har xil. O'zingizlarning sharoitingizga qarab sug'orasizlar. Eng asosiysi tuproqni oxirigacha quritinglar, keyin obdon sug'oringlar. Endi oziqalari haqida gaplashamiz. Zamyakulkisga qishda oziqa berish shart emas. Oziqani erta bahordan to kech kuzgacha har 10-15 kunda bir marta bersanglar yetadi. Va do'stlar, yil davomida 2 xil oziqa bersanglar yetadi. Birinchisi bu universal oziqa, misol uchun 320, 318 yoki 325. Bu oziqa zamyakulkisni o'stiradi, yangi barg, yangi shox chiqishiga yordam beradi. Va ikkinchi oziqa bu fosfor va kaliyga boy oziqalar. Misol uchun monofosfat kaliy 31138 yoki 05050 oziqasini bersanglar bo'ladi. Bu oziqa barglarni yorqin chiroyli ko'm-ko'k qiladi. Mana shu ikkita oziqani, misol uchun mana 320 bilan monofosfat kaliyni olasizlar va bu oziqalarni har 10-15 kunda galma-gal berasizlar. Misol uchun bugun buni bersanglar, 15 kundan keyin monofosfat kaliy berasizlar. Shunaqa qilib yil davomida galma-gal berasizlar. Va albatta xelat jelezi berib turinglar. Xelat jelezi zamyakulkis barglarini yorqin chiroyli ko'm-ko'k qiladi. Bu oziqani 2 oyda bir marta bersanglar bo'ladi yoki har faslda bir marta bersanglar ham yetadi. Mana shu 3 ta oziqa zamyakulkisga yil davomida bemalol yetarli bo'ladi. O'zi zamyakulkis bizning iqlimimiz uchun eng mos, eng chidamli xona guli. Hammaga bu gulni maslahat beraman. Bu zenzimi, bu oddiy zamyakulkismi, bu qora ravimi albatta xarid qilib parvarish qilinglar. Va bahorda albatta zamyakulkisni ko'paytiringlar. Qalamcha qilib ko'paytirish juda ham oson. Xohlasanglar bargidan, xohlasanglar poyasidan, xohlasanglar shoxidan qalamcha qilsanglar bo'ladi. Endi qalamcha qilish haqida ko'p gapirmaymiz, chunki kanalda videolarimiz juda ham ko'p. Topib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi batafsil ko'rsatilgan. Albatta qalamcha qilinglar. Qalamcha qilish uchun eng zo'r payt bu bahor va kuz fasli. Yozda va qishda ham qalamcha qilsa ham bo'ladi, lekin ozgincha qiyinroq.
Do'stlar, biz YouTube'da ozgincha dam olgan edik. Endi mana xudo xolisa qaytamiz va ko'proq videolar qilishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Va bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar.